dish shifosini bersa bo'ldi. Bir yilchala to'shakka mixlarni otdim. Iloji bo'lsa balandroq ko'taramiz. Biz bu yerda ozgina passivniy qo'shimcha podдержка qilamiz. Boshda kiyganlarda bo'g'imlarda qotmalar bor edi. Hozir o'sha narsa kamayyapti. Ishlaganlik hisobiga. Endi o'zingizni qo'lingiz bilan zamoga olgan holda tirsaklarni bukamiz. Iloji boricha cho'zishga harakat qiling. Ya'ni bu yerda mushaklarning qisqarib qolish sabablari bor, ana o'shani cho'zish kerak. Endi shoshmasdan tizzani ko'tarib tushiramiz. Qaltirashga ancha kamaydi. Mana bu ko'chishda birinchi kelganimiz qaltirash вообще bo'ldi. Shunaqa. Sizlarning darajada kamaydi, xudo xohlasa. Endi o'ng tizzani ko'taramiz, chap oyoqni ishlatamiz. Aha, yaxshi. Doimgidek chap oyoqni tizzani ustiga qo'yib olamiz. Endi ganina so'ppi bo'g'imlarni yaxshilab ishlatamiz. Xuddi shu narsani keyin orqasiga. Bu hamma o'zlari bajarayotgan mashqlari bu обязательно, ya'ni kelajakda ham o'zlari stabillikda shug'ullantirib oladi. Ya'ni hech kimga yordami kerak emas demoqchi.